Assalomu alaykum. Avtokreditni qanday tanlash kerak? Mashina uchun pul yig'ish bu yaxshi usul, ammo agar sizga zudlik bilan mashina kerak bo'lsa, pul yig'ishning foydasi yo'q. Bunday holda avtokredit masalaning mantiqiy yechimiga aylanadi. Ammo bunday yo'lda xavfsizlik qoidalariga rioya qilgandek ehtiyot bo'lish kerak. Moliyaviy imkoniyatlarni ehtiyotkorlik bilan baholagan holda oilaviy byudjetga zarar keltirmaydigan yechimni topish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, byudjetga ahamiyat bering. Avtokreditni tanlashda birinchi qadam bu mavjud byudjetni aniqlashdir. Daromadlar va joriy xarajatlardan kelib chiqib, oylik to'lov uchun qancha pul ajratishingiz mumkinligini bilib olishingiz kerak. Oylik to'lovdan tashqari sug'urta, soliq, texnik xizmat ko'rsatish, yoqilg'i va shu kabi boshqa xarajatlar ham hisobga olinishi kerak. Ikkinchidan, kredit shartlarini taqqoslang. Byudjetni aniqlab, turli banklar va kredit tashkilotlarining kreditlash shartlarini solishtirishni boshlash mumkin. Bunda quyidagilarni hisobga olish kerak. Foiz stavkasi bu bankning puldan foydalanganlik uchun bankka to'lanishi kerak bo'lgan 1 yil uchun hisoblanadigan kredit bahosi. E'tibor bering, reklamalarda ko'pincha kreditning to'liq bo'lmagan narxi ko'rsatiladi. To'lanishi kerak bo'lgan yakuniy foizni turli komissiyalar va boshqa to'lovlar bilan birga kredit narxini o'z ichiga olgan effektiv foiz stavkasidan topish mumkin. Ushbu raqamni oldindan aniqlab olishingizni maslahat beramiz. Kredit muddati. Muddat qanchalik uzoq bo'lsa, oylik to'lov shunchalik kam bo'ladi. Biroq bu holda yakuniy ortiqcha to'lov qisqa muddatli kreditga qaraganda ancha yuqori bo'lishini unutmang. Dastlabki to'lov. Bu summa avtomobil narxining bir qismi bo'lib, avtomobilni kreditga sotib olayotganda darhol to'lanishi kerak bo'lgan miqdordir. Qoidaga ko'ra, dastlabki to'lov miqdori qanchalik katta bo'lsa, bank mijozning to'lov qobiliyatiga shunchalik ishonadi. Shuning uchun bank qulay kredit shartlarini taklif qilishi mumkin. Ba'zi banklar dastlabki to'lovni talab qilmaydigan avtokreditlarni ham taklif qiladi. Biroq bunday holda balandroq foiz stavkasi o'rnatiladi va oldindan garov taqdim etish kerak bo'ladi. Kredit miqdori bu bankdan mashina sotib olish uchun so'ralgan pul miqdori. Bunda har doim foyda hisoblash kerak. Ba'zan mablag'larning katta qismini to'plash va qolganini bankdan qarzga olish osonroq. Asosiy qoida, qancha kam qarz olsangiz, shuncha kam ortiqcha mablag' to'laysiz. Kredit to'lash usuli. To'lovlarning ikki turi mavjud. Annuitet to'lovlari, teng ulushlarda va differensial to'lovlar. To'lovlar kredit muddati oxiriga kelib kamayadi. Ko'pincha banklar annuitet sxemasini taklif qilishadi, chunki bu ular uchun eng foydali hisoblanadi. Ehtiyojlar. Avtokreditni tanlash qarz oluvchining ehtiyojlarini qondirishi kerak. Ehtiyoj va afzalliklardan kelib chiqib, qaysi marka va modeldagi avtomobilni sotib olish rejalashtirilayotganligi aniqlanishi kerak. Shuningdek, avtomobilni ekspluatatsiya qilish narxini hisobga olish kerak. Bu marka va modelga qarab farq qilishi mumkin. Avtokreditni tanlashda xaridorning moliyaviy imkoniyatlari, ehtiyojlari va afzalliklar bilan bog'liq ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Turli banklar va kredit tashkilotlarining kreditlash shartlari taqqoslanishi, byudjet ehtiyojlar va dastlabki to'lov miqdori aniqlanishi kerak. Ushbu maslahatlarga rioya qilgandan so'ng, yangi avtomobil haqidagi orzuni ro'yobga chiqarishga yordam beradigan eng foydali va qulay avtokreditni tanlash mumkin.